Kelinglar bugun sizlar bilan yaponskiy salat qilamiz. Birinchi bu bozordan hamma kerakli narsalarni oldim. Keyin uyga kelib salatni qilishni boshladim. Birinchi bo'lib go'sht sousini tayyorlab oldim. Nimalar solganimni bisaniyada o'qisanglar bo'ladi. Oldindan qaynatib qo'ygan go'shtimni to'rab oldim. Keyin tayyorlagan sousimni ustiga solib oldim. Yarim soatga ustini yopib qo'ydim. Bodring bilan pomidor ham to'rab oldim. Yashil, qizil, sariq bolgarskiylarni ham to'rab oldim. Tavoga piyoz solib, uni ham qovurib oldim. Unaqa qizartirib qovurish shart emas, shuning nomiga qovurdim. Ketidan to'rab olgan bolgarskiylarni ham solib oldim. Ustiga pripravalar sepdim. Keyin zelin ham to'rab oldim. Shunaqa qilib hamma to'rab olgan narsalarimni katta tog'oraga soldim. Hammasini solib, keyin aralashtirdim. Bir tog'ora salat chiqdi, lekin mazasi shunaqa zo'r chiqdi. Ayniqsa go'shtga gap yo'q. Ustiga kunjut sepish esimdan chiqib qopti. Keyin qovurib uni ham ustiga sepib oldim. Mazasi zo'r chiqdi, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.